Hurmatli obunachilar, Komsomoldan ajoyib kottejimiz sotuvda. Kottejimizga hali hech kim yashamagan yangi kottej. Oldi fasadi Britaniya stiliga qurilgan. Shuni birgalikda obzor qilamiz. Ketdi. Akkuratli qilib qo'yilgan ekan. Burchaklar terilgan, krugovoy qilib. Kirish darvozaxonamiz. Bismillah. Romlar ham chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Kirishimizda mana kattagina hol akkuratli qilib qo'yilgan. Birinchi oshxonamiz. Do'xtirdan katyollar qo'yilgan. Suvda ham istaveradi bular avtomatik. И kirmoshida ham joy qoldirib ketilgan ekan qo'yib ketishga. Ikkinchi xonamiz, mehmonxonamiz. Mehmonxonamiz ham ajoyib. Razmerlari ham katta, balangina qilib qo'yilgan. Natijali patologlar. Отоплениyaning hammasi o'tgan. Podключ kirib yashiladi. Sanuzel. Arsonlar qo'yib ketilgan ekan sanuzelga. Ikkinchi xonamiz spalni. Uyimizga hammasi proyektorning oynalar qo'yilgan. Yana bitta desk qilib qo'ysang bo'ladi. Razmerlar yaxshi katta-katta qilib tayyorlangan ekan. Albatta. Bitta xona. Hojatxonamiz. O'zida umumiy qilib qo'yib ketilgan ekan. Bakam barbekyu o'choqxona qilib qo'ysa bo'lar ekan. Ustini yopib, chiroyli qilib. Bu esa kottejimiz Tursuvdagi joylashgan. 5 ta xonadan iborat. Narxi startli 66 ming so'raladi. Real no'latganlar real narxi beriladi. Pastdagi nomerlar bemalol telefon qiling.